Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugün ahlak toğrusida to'xtalmoqchi bo'lgan. Endi ahlak degan nima? Ahlakning mohiyati nima? Ahlak qancha turlikka bo'linadi? Ahlak bilan iymonning va ibodatning nima munosabati bor? Ham shu to'g'rida qisqa bir bayonlarni qilaylik. Endi ahlak degan gap insonning ruhida yerleşip adet haliga kelgan qiliqlar, insonning qiliqlari hamda odamning ish harakati, gap so'zi, ideyasi, mijoz axloqi, muomalasi, boshqalar bilan bo'lgan munosabati, urf-odati qatorliqlarni o'lchamlashtirib qilib qiladigan mezon hamda u. Mesela bir adam ahlaklık dese kaydı yusulluk diyen gapta hamda hamma ishning qoida yusuni bilan qildi deganlik hamda. Yani ahlak kundalik turmuşda chetildigan doirasining kengligi, umumiyligi, roli, ta'siri ve terbiye jihatdagi ma'naviy kuchlarning sarxili hisoblanadi hamda u. Ma'naviy kuchlarning sarxili. Yani insonlarningki moddiy ve ma'naviy ikki tarafi bor. Ularning moddiy tarafi tan, ma'naviy tarafi ruh hamda. Ruhni ko'rgi bo'lmaydi, ammo inson ruhining ta'sir bo'lgan axloqni ko'rgi bo'ladi. Axloqqa qarab odamning ruhiga baho bergil bo'ladi hamda. Axloq güzel axloq va nachar axloq deb ikkiga bo'linadi. Güzel axloq deganimiz o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatga ve bütün insoniyatga foydali bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uygun kelgan ve dinimizde buyurilgan işlerini biz güzel ahlak deymiz. Bu İslami ahlak deb atıldı. Yani güzel ahlak dairesiga kirdigan yaxshi ishlar ve adetler intayin ko'p. Mesela her işte to'g'ri, adolatli, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik bo'lish, sevgiga vafoliq bo'lish, iman e'tiqodli bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ata-onasiga vafodor, urug' tuqqanlarga kuyimchan, qo'shnilarga apuchan, hayvonlarga rahimdil bo'lish, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rintash, va'dasiga turish, xatolikni dadil e'tirof qilish, adablik, jasoratlik, sehiy, mard, pokiz, madaniyatlik, ko'ngli keksi, keng bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'nalish, ya'ni vijdon, g'ururlik bo'lish, nomusni saqlashni bilish, vatanga, xalqqa, bütün insonlarga manfaatli bo'lish qatorliqlar hamda bütün bizning dinimizda yaxshilik deb sanalganning hammasi go'zal axloqdan sanaladi. Nachar axloq deganimiz o'zimizga ve etrafımızdakilarga, cemiyetimizga ve bütün insoniyatga ziyonli bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uygun kelmaydigan ve dinimizde to'silgan, yani man'iy qilingan qiliqlar. Nachar axloqlarning turlari intayin ko'p. Masalan, yolg'on aytish, aldamchilik qilish, harom yeyish, ota-onani qaqshitish, oilasidagilarni ranjitish, qo'shnilarga azor berish, xizmatdoshlarga cho'ngchilik qilish, boshqalarga dushmanlik qilish, yani musulmonlarga dushmanlik qilish, tuhmat qilish, hasadxo'rlik qilish, qo'rqinchoqlik, so'zda turmaslik, hayvonlarni qiynash, hurulluq, tamaxxurluq, fursatparastlik, fitnaxo'rlik, g'aybatxo'rlik deganga o'xshash hamda insoniyat yomon ko'radigan ishning hammasi nachar axloq. Musulmongina emas, bütün inson yomon ko'radigan ishning hammasi nachar axloq hamda. Endi islom dinida axloq tushunchasi, dinimiz axloq tushunchasi qanday tushuntirdi? Dinimizning buyurgan ve to'sqanlarning hammasi insonlarni dünya ve ahiretde baxtli qilishni ve insonlarni eng isli axloqlarga erishtirishni maqsad qilgan ve g'oya qilgan hamda. İnsanlar dinimizde buyurilganlarning hammasiga to'liq amal qiladigan bo'lsa, albatta ular eng go'zal ve eng isli axloqlarga ega bo'lgan bo'ldi. Chunki dinimizning buyurganlari ve to'sqanlarining hammasi insonlarni o'zlariga, ailasidagilarga, atrofdagilarga, jamiyatdagilarga, muhitga, bütün insoniyatga ziyonliq bo'lgan barliq nachar axloq ve yomon xo'ylarni yiroqlashtirib, foydali ishlarga yuzlandirdi hamda. Odam axloqiy tarbiya orqali haqiqiy odam bo'ladi. Avlodlarga elib berilgan axloq tarbiyasi qayerda yaxshi elib berilsa, shu yerda aşı yerdeki adamların ideya, sapası, medeniyet sapası, ahlak sapası, ten sapası yuqori ve yaxshi bo'ldi. Ahlakı terbiye arqılıq avlatlarga qandaq adam buluş, qandaq g'oya turg'izish,
davriga mas qadamda qandaq ilgirlash, qandaq qimmat yaratish, nimani qilish, nimani qilmaslik, nimani suyish, nimalardan nafratlanish to'g'risida ta'lim beriladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisda men go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim deydi. Yani güzel ahlaklarını to'liqlash uchun avatildim. Peygamberimiz Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber bo'lib avatilishinin g'oyasi bo'lgan. Yani Muhammed aleyhisselam insanların ahlakını ıslah qilish ve güzel ahlaklarını to'liqlash uchun avatilgan. Yani bu acayip garip de ko'rinadi hamda o. Yani Muhammed aleyhisselam fakat ahlak o'rgatish uchun peygamber bo'lib kelganmi degan savollar keladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dedi. Biz seni alemlerge fakat rahmet kılıpla ebettik dedi. Ondaqda rahmetning ma'nosi nima? Rahmet sözü lug'atda kuyunish, mehribonlik, shafqat qilish, rahimdillik degan ma'nolarni ifodalaydi. Ana rahmet sözünü meşhur tilshunos olim Abdulqohir Jurjoni boshqalarga yaxshilik yetkazish deb ta'riflagan. Rahmet deganlarni. Rasulullah'ın rahmet kılıp evettim degeni Allah Teala'nın başkalarına seni yaxshilik yetkazadigan bir kishi qilib evetdik demekçendi. İslahatçı alim İbn Qayyim Jawzi jafo tarsimi, ko'ngli xolimisimi, boshqalarga manfaat yetkazishni taqozo qiladigan sifat degan. Endi axloqning bu oyat bilan nima munosabati bor? Va ma arsalnaka illa rahmatil alamin degan oyatidan bu axloqning nima munosabati bor? Endi o'ylab ko'raylik. Aldamchilik, yalğancılık, xiyanatçılık, birbiriga ishonchsizlik, shafqatsizlik qatorliq nachar illatlar davri surgan bir jamiyatda rahmatni topqilib bo'lmaydi. Hali kuyinish, yaxshilik qilish deganni topqilib bo'lmaydi. Bir-biriga ishonch qila olmaydigan, bir-biriga xiyonat qiladigan, bir-birini aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan bir oilada rahmatning iznasini topqilib olmaydi. Shunga ayta olamizki, men faqat güzel ahlaklarını to'liqlash uchun avatildim degan hadis bilan biz seni alemlerge fakat rahmet qılıpla avatdik degan oyat o'ttirisidagi munosabat oldinqisi keyingisini ro'yobga chiqaradigan xalqiliq munosabat. Chunki güzel ahlak bo'lgandala an Rasulullah'niki alemlerge rahmet qilib avatilganliginiki onun ifodasi ko'rinadi. Bir Müslümanda güzel ahlak bo'lsa onunki başkalarına payda yetkizdiği yaxshi adam ekanligi o'tirg'i chiqadi. İkisi shunda munosabatli hamdi. Çünkü ahlak bo'lmasdan rahmat amalga oshmaydi. Rahim shafqat amalga oshmaydi. Undaqda ahlak ibodatdan muhimmi nima? Albatta ahlak ibodatdan muhim. Yani bizning kundalik ibodatlarimiz var ya, ahlak ibodatdan muhim. Çünkü ibodatning asosliq vazifesi ve bu orqali yetmekçi bo'lgan nishon ahlakni ıslah qilish ve insanlarni Allah Teala'nın buyruğunu bo'yicha yaşaydigan qilib chiqishni iborat. Navada ibodat bu vazifasini ado qilmasa, uning tantarbiya harakatlarining hech qanday farqi yo'q. Çünkü ibodat meva bermasa nima foydasi bor? Shunga bir hadis var. Bir Müslüman o'zining güzel ahlakı orqali gündüzü ro'za tutib, kechasi ibodat qilgan odamninki darajasiga yetalaydi, balki eshib ketadi degan. Güzel ahlakı bilan. Güzel ahlak en savobli ibodat qatorida sanaladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda qiyomat kunida Müslüman kishining yaxshilik mizonida güzel ahlakdan salmoqroq keladigan hech qanday narsa yo'q deydi. Ya'ni güzel ahlak Allah Teala'nın dergahida vazni bor, qimmati bor degan gap. Dinimizden buyurgan ve to'sqanlarning hammasi insonlarni oldi bilan güzel ahlak dairesida harakat qiladigan qilish orqali ularni dunyo va oxiratda baxtli qilishni maqsad va g'oya qilgan. Shunga insonlar dinimizda buyurilganlarga amal qilish, man'iy qilinganlarni tark etish va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga haqiqiy ulgu qilish orqali o'zlarida güzel ahlakni yetildiradi. Çünkü dinimizden buyurganları ve to'sqanlarning hammasi insonlarni o'zlariga, ailesidagilarga, atrofidagilarga, jamiyatga, muhitga, bütün insoniyatga ziyonliq bo'lgan nachar qiliq va yomon xuylarni yiroqlashtirib, foydali, yaxshi ishlarga yuzlantirdi. Shunga eng yaxshi musulmon, eng axloqli kishidir deymiz endi. Endi ibodatlarning axloqni isloh qilishdagi roli, yani ibodatlarning.
Dinimizde buyurulgan ibadetler öz növbetide yana insonlarning axloqidagi qing'irliqlarni tuzitish rolini o'ynaydi. Qanday deganda ibodatlarning beshi bo'lgan namoz haqida Alloh taolo Qur'on Karimda inna solata tanha anil fahsha'i vel munkar. Haqiqatan namoz qabih ishlarni va gunohlarni tuzit deydi. Ma'lumki qabih ishlar bilan gunohlar nachar axloqning natijasi. Talabga loyiq holda samimiy niyat bilan ado qilingan namoz nachar axloqlarni to'salaydi va yaxshi ishlarga yetaklaydi. Allah Taala hadis qudusida mundaq degan: "Men namozni faqat mening ulug'liqim oldida o'zini tuvan tutadigan bandlarimga yomonlik qilmaydigan, gunoh ma'siyatni davomlashtirmaydigan, kunduzlari meni yod etgan, faqirlarga, musofirlarga, tullarga, qiyinchilik tatib qolganlarga rahim shafqat qilgan kishidanla qabul qilaman" deganda bir hadis qudusida. Ya'ni namozni o'qib qo'ygan bilan axloqingmi joyida bo'lsa, ibodatdan qabul bo'ladi deydi. Buni ko'rib olishga bo'ldiki, sizning namozingiz sizni insonlarga nisbatan rahim shafqatli qilmasa, siz namoz o'qib uning mevasini ko'ramagan bo'lasiz. Chunki tosh yurak insonlarningki qalbida iymonning iznasini ko'rgili bo'lmaydi. Iymon qalbni yumshatadi. Ibodat qalbni yumshatadi. Shuncha iman etib, ibodat qilib turib qalbi yumshamagan bo'lsa, haliqi kasalning do'risini yeb turib, kasalni saqaymagan koni kasalga o'xshashlar bo'lib qoldi adam. Masalan, zakot berishdan bo'lgan maqsadmi go'zal axloqni yetildirish. Chunki o'zini zakot va sadaqalarni berishga odatlantirgan odam yo'qsullarga ish og'irtish, mehr shafqat qilishni, shundaqla saxiylikni o'rganadi. Ma'lumki, mehr shafqat bilan saxiylik go'zal axloqning jumlasidan. Zakatning buyurishning hikmatidimi? Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim hadaytin. Ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sen ularning, ya'ni musulmonlarning boylarining, mollarining bir qismini zakat hisobida olgin, uning bilan ularning gunohlaridan va baxillik illatlaridan poklaysan va yaxshilikni ko'paytgansan deydi. Ko'paytgaysan deydi. Ya'ni zakat berish orqali u faqir emas, zakat olgan odam emas. Zakat bergan odamga foydasi bo'lib tutganligini da'vat etmaydi. Zakat bergan odamning zakotininki ko'paydiganligini va uning nafsining poklanib, axloqining yaxshiligini deganligini ko'rsatadi oyatda. Oyatdagi yaxshiliklarni degan ibora zakatning moddiy va ma'naviy barliq yaxshiliklarni ko'paytirilganligini ifodalaydi. Saxiylik va matlikning ibodat go'zal axloqmi zakat orqali ko'paytib berilgan ma'naviy yaxshiliklarning biri. Go'zal axloqda chuqur ibodatning savobi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birovga uchiq chiroy etishingda sadaqaning savobi bor degan. Birovga qanday bir odamga uchiq chiroy etib, assalomu alaykum deb uchiq chiroy etishning o'zida shu sadaqa berganlik hamda. Ro'zaning buyurishining maqsadi haqida hamda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaykum qablikum la'allakum tattaqun. Iymon etganlar gunohlarni saqlanishinglar uchun yoki taqvoliklarni oshirishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek sizlarga ro'za farz qilindi. Oyatdagi gunohlarni saqlanishinglar uchun yoki taqvoliklarni oshirishinglar uchun. Chunki tattaqun degan shunda ikki xil ma'no aytildi. Tattaqun Allohdan qo'rqishinglar uchun, gunohni qo'rqib gunohdan saqlanishinglar uchun yoki taqvoliklarni oshirishinglar uchun shu ma'noda. Mushu ibora ro'zining insonni gunohdan yiroq turadigan va yaxshilikni suyadigan go'zal axloqqa elib boradiganligini ifodalaydi. Haj to'g'risida al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa deydi. Haj vaqti ma'lum bir qancha oy. Bu oylarda haj qilish niyat qilgan, ya'ni ihrom olgan odamning gunoh qilishi, jidal qilishi, adabsizlik qilishi man qilindi. Sen qanday qilib yaxshi amal qilsanglar, Alloh uni bilib turdi. Oxiratliklar uchun uzuq ilminglar eng yaxshi uzuq taqvolikdir degan. Oyatdagi gunoh va janjal qilishdan ma'ni qilindi degan ibora bilan eng yaxshi uzuq taqvolikdir degan ibora haj ibodatining insonlarning gunohlardan kishilarga azor berishni yiroq bo'lgan taqvolik doirasiga elib kiradigan go'zal axloqqa yetaklaydiganligini ifodalaydi. Demak, shu bizda buyurilgan asosli 5 cho'ng farzning hammasi insonning axloqini to'g'rilash.
birisi günahdan to'sidi, birisi mardlikni o'rgatadi, birisi taqvolikni o'rgatadi, birisi go'zal axloqni o'rgatadi. Shunga o'xshash endi. Islomning muhim arkonlari bo'lgan yuqori ibodatlar va undan boshqa barliq ibodatlar musulmonlar yetmoqchi bo'lgan mukammallik sho'tisi va go'zal axloqlarga odatlanishning yo'li ashlar. Urunduğucusuga bu dünyada paydası bo'lmagan ibodatlarning oxiratda uninga foyda yetkazilishi notayin. Yani ibadet bilan axloq ayrilmaydigan bir bütünlük. İnsan tantarbiya orqali jismoniy sog'lomlikka erishsa, ibodat orqali ruhiy go'zallikka va go'zal axloqlarga erishadi. Ba'zi kishilar masjidda nihoyat axloqli bo'lsa-mu, ammo masjidning sirtida, jamiyatda, oilasida, ish o'rnida u boshqa bir inson. İbadet bilan axloq o'rtasidagi mundaq cho'ng o'yrilish natijasida islom dunyosida mundaq ikki xil insonlar bor. Biri axloqi nachar, ammo ibodatlarni vaqtida o'rindaydiganlar. Yana biri axloqi yaxshi, ammo ibodat qilmaydiganlar. Yani ibodat qilmaydigan insonlar bor. Jamiyatda ba'zi kishilar borki, ular muomala ishlarida nihoyat rostchil, durust, ishonchli, ammo namoz o'qimaydi. Yana ba'zi kishilar borki, ular ibodatlarga nihoyat erisman, ammo axloq nachar bo'lganlikdan birovni aldaydi, birovga yolg'on aytadi, birovning pulini yeb oladi. Bu ikki firqaning hech qaysi islomdan emas. Hech qaysi yani. Yani ibodatni jiqildi, axloqi nachar, u islomdan emas. Axloqi nihoyat yaxshi, ibodat qilmaydi, u islomdan emas. Su bilan o't birlashilmagandek, talabga loyiq o'rindalgan ibodat bilan nachar axloq birlashmaydi. Qur'on Karim baxtga erishadigan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan jami oyatlarda ularning axloqi bilan ibodatlarini maqtagan. Masalan, Mu'minun surasida bunda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xoshi'un. Ya'ni mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ular shunday mu'minlarki namozlarda Allohni ulug'laganlikdan uning aymanib turg'uvchilar deydi. Bu ibodati. Mu'minning ibodatini maqtadi meyada. İkincisi, vallazina hum anillahu mu'ridun. Ular behuda söz, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir deydi. Bu axloqini maqtadi meyada. Vallazina hum lizakati fa'ilun. Ular zakat berguvchilardir dedi. Bu ibodat. İbadetini maqtadi mu'minlarning. Vallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun. Ular avratlarini o'zlarining ayollari va jo'rlarining boshqalardan, ya'ni haromdan saqlovchilardir. O'z ayollari va juplari bilan jinsiy yaqinchilik qiluvchilar malomat qilmaydi. Buning sirtidan uni talab qiluvchilar bo'lsa, haddidan oshquchilardir deydi. Bu axloq. Endi valladinahum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ular o'zligi topshirgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qiluvchilar deydi. Bu axloq. Valladinahum ala salavatihim yuhafizun deydi. Namazlarını vaqti talabga loyiq ado qiluvchilar deydi. Bu ibodat. Demak, ya'ni bir Alloh taolo bir axloqini, bir ibodatini, bir axloqini maqtagan, nijotga erishgan mu'minlarningki sifatida. Endi va ibadur rahmanillazina ma'vaylaqa Furqon surasida bu, ya'ni mu'minlarni maqtaydi yashadimi? İbadet bilan axloqni maqtaydi yashadimi? Va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawna va iza khatamul jahilun qalu salama. Rahman Allohning yaxshi ko'radigan bandalari ziminda o'zlarini tuvan tutib, tamkinlik bilan mangadi. Nadallar ularga naloyiq so'z qilsa, ularga sizlarga amonlik bo'lsin deydi va o'z yo'liga ketaverdi. Bu axloq, musulmonning axloqi mo'ynda bordi. Vallazina yabitun robbihim sujada va qiyama. Ular kechilarini Robbiga sajda qilish va qiyomda turish bilan o'tkazdi. Bu axloq. Vallazina yaqulun robbana sirf anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra va muqama. Ular Robbimiz bizdan jahannam azobini yiroq qilgin. Haqiqatan uning azobi kofirlardan ayrilmaydi. O haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir deydi. Bu ibodat, ya'ni duo qilyotdi. Mu'minning duosi bu. Bu ibodat. Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqtur va kana bayna zalika qawama. Ya'ni ular xarajat qilganda isrofmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, ikkisining orasida o'tirisida qildi deydi. Bu axloq. Demak, dinimizning bizdan talab qildigani ibodat bilan axloq. Mushu ikkisi bo'lganda nijotlikka erishadi inson. Yani ibadeti naydi mükemmelken, axloqi yo'qkan, yani nijot topolmaydi. Axloqi naydi yaxshikan, rostchil, oldimaydi, ibodat yo'qkan, yani nijot topolmaydi. Yani
Yani ibadetten ahlakı nesibe alamaganlar kıyamet günü kuruk kol kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahabelerden soraydı da kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deb so'rganda sahobalar biz ham hech qanday mol mulki yo'q, dinari yo'q, dirhami yo'q, yani oltin kumushi yo'q, odamni quruq qo'l qolgan odam deymiz hamda deydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom qiyomat kuni birov namoz, zakot, ro'za bilan keladi, ammo u birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining milini yegan, birining qinini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan onun yaxşılıkları şularga az zulüm kılıngan haksızlık uçturganlara ilip birildi. Bunun yaxşılıkları tügise, şularning günahları onunla artıldı. Andın o duzakka taşındı. Mana bu mening ummetimning ahirette quruq qo'l qalg'uchilurdir dedi. Allah pana bersin. Nayt xatarlik gapda. Hadisde görgünümüzdek ibadetinin qabul bolmaslıqının ve ahirette esqatmaslıqının birden bir sebebi nachar axloq. Nachar axloq. Ruhi dünyası güzel bolğanlarının iş hareketleri elbette güzel oldu. Mesela insan ruhi dünyası güzel edep ahlak bilen zinnetlengendiler. Yani insan özünün ruhi dünyasını güzelleştirip güzel ahlak bilen içini zinnetleştirgen bolsa o teşinemez. Teşide mesela assalamu aleyküm deb çırak içip çini içip hiç yiyip hem de köngülde bolmasın. Bunda kılgalık o hesap emez. Çin köngülden içki dünyasını zinnetlep teşi meyli kanda olsun, şekli kanda olsun efendim. Kiyimi kanda olsun, çırayı kanda olsun bu mühim emez. İçki dünyasını güzelleştirip ahlakını zinnetligende cemiyette iş hareketi güzel, söz ifadesi güzel, muhiti güzel bulalaydı yani o. İffet, hayalık, güzel gayelik, kayıtmaz iradelik, çidam, gayretlik, sevir takatlik, tirişcan, samimi, sadakatlik, kemter, işcan, epikcan, mulayim, eğir besik, ruhi dünyası mükemmel adam bulalaydı. Aksice edep ahlak terbiyesi sel qaralsa, güzellik sertlikке, yaxşılık yamanlıkka özgürüp kaldı. Ahlaksız adam, yaman iş, yaman huy, yaman illetini adetke aylandırıp aldı. Bundaklar iş hareketi eski, sözleri kopal, bibaha, bihaya, peskeş, numussuz, vicdansız, rehimsiz, sahtipez, vapasız, yalgancı, aldamcı, açgöz, nefsaniyetçi, menmenci, çekimci, bekil kilitde. Neticede ailenin hatircemligi cemiyetinin tertibi bozuldu bunda ahlaksızlık bilen. Şu dünyadaki barliq dinler en avval kişilerin güzel ahlakka bilen zinnetlenishga chaqirgan. İslam dininde bolsa güzel ahlak imanın kamalati hem en çoğun ibadet. Peygamber aleyhisselam Müslüman adam güzel ahlakı bilen kecha uxlamay tahajjud namoz o'qigan, kunduzi ro'za tutganning savobiga erishidi deb ko'rsatganda ahlak naydi bek muhim gap. Çünkü Peygamberimizin evetilişinin asaslık sebebi ahlakını mükemmelleştiriş. Tuluklaş için degini Adem Aleyhisselam'dan tatip kelgen bütün peygamberler birinci ahlakını elip kelgen. Şuna aşılarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgen ahlak onu hemmisini tuluklaydıgan mükemmel bir ahlak. Şundan tuluklaş için evetildim dedi. Burundan tatip insanlarla İnsanların kalbini sevetken Allah Teala peygamberlerini evet ügetken ama o acizleşip, naçarlaşıp, bozulup aynı ketken zamanlarda şu aşını kaydını tuluklap mükemmelleştiriş için keldi men deydi Resulullah. Ahlakı güzel kişi Allah'a en yakın kişidir yani. Allah'a en yakınlık adam, en ahlaklı adam. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına kelgen elçiler ümiki onundan kandak adamını Allah hemedin bek yaxşı gördü dep sorganda Peygamber Aleyhisselam en ahlaklı boğan adamını Allah hemedin bek yaxşı gördü dep cevap bergen. Peygamber Aleyhisselam üçün bu en yakınlık adam, en ahlaklı adam idi. O sahabelerine mundaq degen. Sizlerge içinlerden ben en yaxşı gördüğanlarını aytip bereyim. En ahlak bolğanlar benim için en sevimli kişilerdir degan. Yani güzel ahlak cennetin yolu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarını cennetke kirgizdigan işlerin en köpü takvalık bilen yaxşı ahlak, güzel ahlak deb ko'rsatgan. Yani cık amel, cık ibadet qilish, haramga cık berish, cık sadaqa berish, cık namoz o'qish demedi bu yerda. Takvalık bilan güzel ahlak. Takvalık degan nima? Mas'uliyat.
bir musulmonlik mas'uliyatimiz bor, bizning mu'minlik mas'uliyatimiz bor. Allohning oldida bir mas'uliyatimiz bor. Ailemizga qarata, jamiyatimizga qarata, vatanimizga qarata, xalqimizga qarata, musulmonlarga qarata mas'uliyatimiz bor. Ash mas'uliyatimizni tunib ish qilsak, shu taqvolik doirasida ish qilgan bo'lamiz. Unga go'zal axloq, chin ko'nglimizdan yaxshi ko'rib, mu'minlarni yaxshi ko'rib, kofirlardan nafratlanib, ya'ni Peygamber sallallahu güzel ahlakka teşebbüs qilib, men axloqi go'zal bo'lganlarning jannatga eng yuqori martabalik hasratga kirishi kapolatlik qilaman degan. Ya'ni kapolatlik qilaman deganda hamda ibodat qilgan odamni haramga 10 qatim borgan odamga yoki 100 qatim haramga borgan odamga yoki 10 qatim haj qilgan odamga yoki mancha million dollarni taqitayotgan odamga yoki manchalik namoz o'qigan odamga men oxiratda jannatni garanti qilaman degan emas Rasululloh. Demagan uni. Nima degan? Axloq go'zal bo'lgan odamlarga shu jannatga kirishga men kapolatlik qilaman degan. Bu kichik gap emasmi bu? Bu faqat kichik gap emas. Rasululloh men kepil bo'laman deyotdi. Kimga kepil bo'ldi? Jiq haj qilgan odamga emas, jiq zakat bergan odamga emas, jiq shu namoz o'qigan odamga emas, jiq Qur'on o'qigan hofizga emas. Axloqi go'zal bo'lganga kapolat beryotdi. Axloqi go'zal bo'lganga. Marhum ustoz Muhammad G'azzali Musulmonning axloqi nomli asrda bir yaxshi bir so'zni qilgan. İman kishini pastlikdan saqlovchi va ulug'likqa qutqazuvchi kuchdir. O'zlarini dindarlardan sanaydigan bir qism kishilar ba'zi ibodatlar o'rindab qo'ygani bilan musulmonlardan talab qilingan axloqiy ibodatlarni ado qilishga sal qaraydi. Buning bilan qilgan ibodatlardan foydalanmaydi deydi. Bir odam payg'ambar alayhisolamning yoniga kelib, unga "Ya Rasululloh, bir ayol bor. U namoz o'qiydi, ro'za tutadi va sadaqani ko'p qildi, lekin qo'shnisiga tili bilan aziyat berdi ekan" deganda payg'ambar alayhisolam "O ayol do'zaxga kirdi" degan. O odam yana "Ya Rasululloh, yana bir odam bor, bir ayol bor. Namoz, ro'zasi az, ya'ni qiladi hamda az, sadaqani az berdi ekan, qo'shnisiga aziyat bermaydi ekan" deganda payg'ambar alayhisolam "O jannatga kirdi" degan. Bundan kichik gap emas, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis ekan bu. Bu javobda isl axloqning qimmatiga alohida e'tibor berilgan. Yana bir hadisda go'zal axloq xuddi suv quroni eritgandek xatoliklarni eritadi. Nachar axloq sirka hasalni buzgandek hammani buzdi deb ko'rsatilgan. Ma'no deb hikmatli gapda bu Imom Bayhaqi rivoyat qilgan ekan. Nihoyat muhim bir gap ekan. Qaytib anglaylik. Go'zal axloq xuddi suv quroni eritgandek. Quro atganda avu quro bog'laydi unda so'g'aq kunlarda tupishga so'qilishi eritishi ama quroni eritgandek xatoliklarni eritadi, gunohlarni yo'q qiladi go'zal axloq. Bir odam go'zal axloq bilan gunohlardan pokilindi degan gap. Nachar axloq sirkiga o'xshash hasalni buzib qo'ydi. Hasalning ustiga sirki qo'ysa qanday bo'ldi hamda? Buzyapti degan gap.